Assalomu alaykum barchalarga qadrli ola, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Biz hozir Asaka To'rtosh banisasiga, xullas raddomiga yetib keldik. Farzandlari nomidan bir onamizni xursand qilgani keldi. Shu yerda ishlaydi ekan. Hozir chiroyli tarzda chiroyli podarkalarni topshirib xursand qilib, ko'ngillarini ko'tarib chiqamiz. Laykni bosib, podpiskani bosish esdan chiqmasin. Sizlarga ham xonadoningizlarga tashrif buyurishlar albatta nasib qilsin. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimda umorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimda umorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Assalomu alaykum, hammalarga yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Uzr bezovta qilib qo'ydik. Lekin yaxshi niyatda bezovta qilyapmiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, xolajonim, tuzimsiz, tinchmisiz? Tug'ilgan kunlaringiz bilan, shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimiz gumbat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xolasa uzoq umrlar kuni, hech qachon qarimay, hech qachon kasal bo'lmay, dilingizda nima niyatlaringiz bo'lsa, xudo xolasa Xudoyim hamma niyatingizga yetkazsin. Kutmo'jizmi ish qilib biz kelishimiz? Bizni loyiha shunaqa, kutilmaganda kiriladi. Hammangizning ijtimoiy tarmog'inglar bor, Instagram sahifangizlar bo'lsa, podpiska bo'lganman. Bo'lganmiz. Qolganlarga ham aytib qo'y, Instagraminglar bo'lsa, Tabrik Asaka deb yozsanglar shunaqangi loyihalarimiz kelib chiqadi. YouTube kanalida Izzatullo Azimjonov deb yozsanglar chiqadi. Xudo xolasa, xolajon, qaranglar, xolam yuzda qon yurmadi emas, yugurdi hozir. Rahmat. Xolajonim, farzandlaringiz nomidan yetib kelyapti. Rahmat. Farzandlaringiz bizga bir haftadan buyon aytishgan. Bir hafta oldin meni onamni tug'ilgan kuni, iltimos, keling dedi, bo'ldi. Shularni taklifi bo'yicha tashrif buyurdik bu yerga. Sog' bo'lsangiz bo'ldi, salomat bo'lsangiz bo'ldi. Endi sizga chiroyli podarkalarni olib keldik, topshiramiz. Bu O'zbekistonimizda hech qaysi tug'ilgan kunda to'rtsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Hayotingiz to'rtta yashirin bo'lsin degan maqsadda shu to'rtni olib kelamiz. Bu qanaqa to'rt aytaymi? Dadajondan ayajonga atalgan to'rt. Xudo xolasa shu hamkasbalar bilan bo'lishib, maza qilib yesanglar bo'ldi. Faqat urushmay, talashmayinglar. Hammalarga yetadi, xudo xolasa. Bitta guldiroz qarsanglar ostida shu to'rt topshirib qo'ying. Sog' bo'lsangiz bo'ldi. Hayotingiz to'rtta yashirin bo'lsin. Endi qarang, mo'y gulam sizga. Hozir gul do'konga bor edi, Asakada liliya gullariga borsam, gullar rasa ko'p edi ekan. Qo'limdagi gullar ichida eng chiroyligi menman deb turadi ekan. To'xta dedim, raddomda dedim, bir xolam bor dedim. Shu gulni ko'rib, xolamni chiroyini ko'rib, o'zingdan o'zing hijolat bo'lib qolmasang bo'ldi. Rahmat. Qarang, qo'limdagi gul sizni chiroyingizni ko'rib o'zidan o'zi hijolat bo'lyapti. Shu gulni sizga topshiraman, faqat bitta shart bilan topshiraman. Bugundan boshlab hech qachon qarimayman, hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da bersangiz topshiraman. Kelishdingmi? Va'da berasizmi? Bo'ldi, bitta guldiroz qarsanglar ostida shuni topshirib beraman. Xolajonim, sog' bo'lsangiz bo'ldi, salomat bo'lsangiz bo'ldi. Hech qachon qarimay, hech qachon kasal bo'lmay, dilingizda nima niyatlaringiz bo'lsa, Xudo xolasa Xudoyim hamma niyatingizga yetkazsin. Hozir bitta niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa 100 ga kirganingizda ham bizni shunaqangi davrlarda hamkasbalar bilan hech qachon qarimasdan, yuzingizga arjin tushmagan holatda, hech qanaqa hassasiz
Rahmat. Tishlaringiz but-butun holatida kelinglar bolalarim deb kutimiz, kelinglar, tabriklaylar, ash kunlar yetkizsin. Umra safariga bormagan bo'lsangiz, umra safarlariga biletlar qilib berilsin. O'zimiz sertifikatlarda ism, familiyangizgacha o'qib, topshirib jo'nataylik. Borib kelganingizda uzun qizil daroshkalarda, oppoq kiyimlarda chiroyli, ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlar albatta bizni jamoamizga nasib qilsin, ash kunlar yetkizsin. Rahmat. Biz o'zi Asakalikmiz. Asakadan endi biz 2 yildan beri shunaqangi ota-onalarimiz tug'ilgan kunlari bilan tabriklab, xursand qilib yuramiz. Hozir siz uchun bitta tug'ma talantimdan foydalanaman. Bizlarning yoshini taxmin qilib to'g'ri topib qo'yishlik qobiliyatimiz bor. Yoshingizni lekin farzandlaringizdan so'ramadim, o'zim taxmin qilib ko'raman. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, chiqib Melisaga berib yubormasangiz bo'ldi. Bu bola nimaga to'g'ri topyapti-kin demasangiz bo'ldi. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, qo'li bo'shlar qarsak olib qiychuq qilib malades bo'lam deb o'ylaytadi. Agarda bitta qo'lida telefoniga videoga olayotganlar bo'lsa, bitta qo'lingizda 100 yillar yurib ko'rasizlar. Qarsak hisobida qabul qilib olaveraman. Kelishdingmi? Aytaveraymi? Menimcha siz bugun 17 yoki 18 yoshga keldi. Bekariga ikkita sonini aytmadim. Xudo xolasa Xudoyim shunaqangi 18 yoshda yana 18 tasini bersin, har birida har yilda kelaylik, tabriklaylik, ash kunlarga yetkazsin. Rahmat. Siz uchun endi farzandlaringiz nomidan bitta chiroyli she'r bor. Agar yo'q demasangiz ijro qilib beraman. Bo'laveradimi? Eshitaverasizlarmi? Qani. Boshim qo'yay bugun pok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam jonim, boringizga shukr deyman, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim yorg'izim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona, boringizga. Qalbimdasiz, doim mening jonimdasiz, qayda bo'lsam hayolimda yodimdasiz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz, boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin men bo'lam degan tilingizdan, boringizga shukr ona, boringizga. Or qilaman hamma qilgan xatoyimdan, ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan, boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr qiladigan shunday farzandlaringiz va hamkasblaringiz hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Sizlar ham ichichinglardan niyat qilib qo'yasizlar. Sizlardan ham shunaqangi yaxshi kuninglarda, chiroyli kuninglarda kelib, qadargalar topshirib, xursand qilib, ko'nglinglarni ko'tarib ketishni albatta bizni jamoamizga nasib qilsin, ash kunlarga yetkazsin. Xursandmisiz? Xursand bo'lsizmi? Endi qarang, siz uchun yana farzandlaringiz nomidan bitta chiroyli qo'shiq bor. Agar hozir ayting desiz aytamiz, aytmang desiz majbur aytamiz, eshitishga majbur bo'lasiz. Kelishdimi? Ijro qilaveraylikmi? Bo'ldi. Qani Fayzullo? Onalarimiz uchun. Jahosning borligingiz ey yo'llarimga zoring umidlar kesilgan bu dunyoda yolg'iz borligingiz umidlar kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz g'animatim omonatim onajon, 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 g'animatim omonatim onajon. Hey! Kunlar tushdi boshiga, oq oraladi sochiga, Allohning yosh qo'shiga.
yelkangizdan tog' ag'darildi hozir? Bo'ldi, ag'darilgan bo'lsa, biz maqsadimizga erishdik. Bizning maqsadimiz dunyodagi barcha ota-onalarimiz tug'ilgan kunlari bilan tabriklab, ularni xursand qilib, ko'ngillarini ko'tarish. Sog' bo'lsangiz bo'ldi, salomat bo'lsangiz bo'ldi. Keyingi yillarga endi Xudo xolasa uni umra safariga sertifikat qilib, yoniga bitta chiroyli Inamarkaga onajonimga deb yozib ham topshirishlar albatta nasib. O'zimiz kalitlarga bandlikni urab topshiraylik. Ash kunlarga yetkazsin. Xursandmisiz? Xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Endi bizni shu joyga olib kelgan farzandlaringiz haqida bitta chiroyli duo qilib berib, sizga esdalik bo'lib qoladi. Ilohim, Allohim Parvardigorim, farzandlarimga ham baxt taxtini bergin, yuzlarini yorug' qilgin, ishlarini ilgari qilgin, yaxshilarga yondoshtirgin, yomonlardan uzoqlashtirgin. Hayot yo'llarida iymonli, insofli odamlarga yo'liqtirgin. Hamisha omadini bersin, olishsin, oldirmasin. Allohim hamisha yuzlarini yorug' qilsin, ishlarini ilgari qilsin. Tuganmas baxt, ketmas davlat bersin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Nima niyatlar bo'lsa, niyatlariga yetkazsin. O'qishlarga kirsin, yuzlari yorug' bo'lsin. Mana yerda turgan hammamizni omadimizni bersin, sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Xizmat qilgan o'g'il bolalarimga ham baxtini bersin, taxtini bersin. Nima niyatlar bo'lsa, niyatlariga yetkazsin. Hamisha yuzlari yorug' bo'lib, niyatlariga yetaversin. Amin. Yayrab yashnab yuroringlar. Jamoalarga ko'z tegmasin. Rabbimlarga kelinglar. Boshimdagi toj yayrar dilxiroj xursand bo'lgan bo'lsalar bo'ldi, charchamanglar. Salomat bo'ling.